Uzun PHP dersiga 17-ci qism PHP hüccət məşğulatı. Birinci, bunun da asaslıq bu 5 funksiyani sözləb ötdümiz. Birincisi, hüccət etiş. Bunun da if open funksiyası arqılıq məşğulat edib barımız. Hüccət etiş bunun da if close funksiyası arqılıq məşğulat edib barımız. Hüccət axır tekşürüş bunun da f funksiyası arqılıq məşğulat edib barımız. Hüccət uzunluğu iniqsiz bolğan sallıq uçuruq nisbətən qo'llanışchanlik nəhayət yuqori. Quruvchi hujjat o'qishda fgets funksiyasi orqali mashg'ulot olib boramiz. Ishlatgandan keyin hujjat strilkasi keyin quruq yetkildi. 5-ci harf bo'yicha hujjat o'qish buningda fgets funksiyasi orqali mashg'ulot olib boramiz. Ishlatgandan keyin hujjat strilkasi keyin harf yetkildi. Amaliy misol qaraydigan bo'lsak, funksiyada bu yerda bir welcome txt degan hujjatda masalan mazmun bo'lgan bo'lsa, avval bu if open buyruq orqali bu hujjatni o'qidik. Agar bu hujjat mavjud emas vaqtda bizga bu hujjat mavjud emas degan uchun ko'rsatmasin deb xatolikqa hukm qilish uchurini qo'shib qo'ydik. Anadan keyin bu hujjatning oxiriga davomlashqicha deb bir void buyruq jumlasi ilib, buningki bu if gets as ya'ni shu qur bo'yicha o'qib har bir qurga bir qur tashlash belgisi qo'yib, mushbuch o'qib mansun, eng oxirida hujjat as-sun degan ma'qul buyruq. Tikma kodga qaraydigan bo'lsak, buningki unumi, ya'ni dal bizga welcome txt ning ichidagi mazmunni ma'qul holatda bizga o'qib berdi.